Assalomu alaykum do'stlar. Bugun siz bilan navbatdagi ispanxologiya mavzusida ko'rishtiramiz. Aynan bugungi mavzuimiz tanglay, so'lak bezlari va tishlar to'g'risida bo'ladi. Do'stlar, mavzuni boshlashdan oldin bir qator eslatib o'tmoqchiman. Biz ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatimizni yurgizyapmiz. Sizda qanday savol va takliflar tug'ilib qoladigan bo'lsa, shu tarmoqlar orqali bemalol berishingiz mumkin va imkon darajasi bunga javob berishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Endi esingizda bo'lsa, har safar biz mavzuni o'tishdan oldin xaritamizni bir qator eslab o'tamiz. Bizning umumiy ispanxologiya bo'yicha xaritamiz mana shundan iborat. Ya'ni dastlab birinchi mavzumizga ispanxologiyaga kirish qilib oldik. Endi sistemalar bo'yicha gaplashamiz. Ya'ni hazm qilish sistemasi, sistema digestorium, eng katta mavzuyimiz bittasi, sistema respiratorium, nafas olish sistemasi, sistema urinarium, ya'ni ayrish sistemasi, sidek ayrish sistemasi, sistema genitalium, jinsiy sistema, ba'zan bu ikkala sistemani sistema urogenitalium deyiladi va sistema endokrini, bu endokrin sistemasi. Bizda asosiy eng katta bo'limimiz mana bu digestorium. Shunga bir necha mavzularda to'xtalib ketamiz. Demak, tanglay palatum. Tanglay og'iz bo'shlig'imiz, mana bu og'iz bo'shlig'i deydigan bo'lsak, og'iz bo'shlig'imizning yuqori qismini xos qiluvchi tuzilma va bu asosan ikkita, ya'ni qattiq tanglay palatinum durum va yumshoq tanglay palatinum moledan iborat bo'ladi. Qattiq tanglay mana umumiy, mana bu yashil tusda olingan umumiy tanglayda 3 dan 2 qismni xos qiladi. Tushuntirdim? Yuqori tomoni, mana og'iz bo'shlig'imiz yuqori tomoni xos qilib turadi. 3 dan 2 qismi, demak qattiq tanglaydan iborat bo'ladi. Endi qattiq tanglayimizda ikkita suyak, ya'ni yuqori jag'imizda processus palatinus qismi va tanglay suyagimizda, xususiy tanglay suyagimizda aynan lamina horizontalis hosil qilib turadi. Lamina horizontalis hosil qilib turadi. Demak, processus palatinus maxilla, ya'ni yuqori jag'imizda processus palatinus va lamina horizontalis palatina suyagimizda lamina horizontalis hosil qilib turadi. Endi ikkita tanglay kelib suyaklari o'zaro kelib qo'shilganda, o'rtasida chok hosil bo'ladi mana. Mana bunday chok hosil bo'ladi. Bu chokda biz rafe palatin deymiz. Endi bu chok oldingi tomonda tishlar tomonda mana bunday burmachalar hosil qiladi. Bu burmachalar biz plika palatini transversa, ya'ni ko'ndalang burmachalar deb ataymiz. Kelishdik? Endi tanglayimizda, ya'ni umumiy yuqori tomonda joylashgan tanglaylarda mayda beshchalar joylashgan bo'ladi. Bularni biz glandular palatin deymiz, lekin unga alohida to'xtalib o'tirmaymiz. Bu unchalik katta ahamiyatga ega emas. Endi keyingi qismimiz palatinum mole, ya'ni yumshoq tanglay. Yumshoq tanglay umumiy tanglayimizda 3 dan 1 qismini hosil qiladi va asosan tanglay mushaklaridan tashkil topgan bo'ladi. Mushaklardan. Va bu oxir oqibat mana bu yerda tomoq teshigimiz bor. Aynan shu tomoq teshigimizni, demak, chegaralab turadi. Tushuntirib oldim? Endi tanglayimiz oxirgi qismi tanglay chodiri bo'lib tugadi. Tanglay chodiri, mana bu yerda ko'rib turganimiz tanglay chodiri bo'lib tugadi. Bu narsani biz velum palatini deymiz, tanglay chodirini. Siz bilasiz, aynan toqqa chiqqanda yoki ma'lum bir sayohatga chiqqan paytingizda chodir tikiladi. Xuddi shunaqangi chodirga o'xshagan uchun shunday nom berilgan. Va chodirda markazda, o'rtasida tilcha, ya'ni uvula palatini joylashgan bo'ladi. Endi do'stlar qarang, chodirda ikki narsa bor. Oldingi tomondagi chodir bor, orqa tomondagi. Buni hozir o'chirib olaylik, undan keyin. Demak, mana bu chok, qarang. Birinchi chokimiz mana. Mana bu birinchi chok. Mana bu orqadagisi ikkinchi chok. Birinchi chok tanglay bilan til orasida joylashgan bo'ladi. O'shaning uchun bu chokning nomini biz arcus, mana shu yoyda nomi arcus palataglossus deymiz. Keyingi yoyimiz, mana bu yerda turgan yoyimiz esa tanglay bilan halqum orasida joylashgan bo'ladi. O'shaning uchun bu yoyda arcus palatafaringeus deb nomlaymiz. Tushuntirdim? Endi bu ikkala chodir mana bunday turgan bo'lsa, bu yoqda tomoq teshiga turibdi, mana bunday chodir orasida fossa, ya'ni bu yoqda fossa tonsillaris chuqurchasi joylashgan bo'ladi. Bu yoqda tonzilla bezi. Mana bu yerda tonzilla bezlari joylashgan bo'ladi. Tushuntirdimmi? Tomoq botinimchasimon bezimiz bor. Aynan shu ikkita chodir orasi shu yerda joylashgan bo'ladi. Siz juda ham yaxshi bilasiz, aynan yoshlikda angina degan kasallikni ko'rgansiz. Endi bu xalq tilidagi nomi, men aynan tibbiyot nomini aytmayapman. Angina degan kasallikni bilasiz, aynan mana shu tomog'imizda ishib ketardi. Aynan shu, mana shu deylik tonzilla bezini hisobiga bo'ladi. Endi tanglay mushaklari. Tanglay mushaklari asosan 5 ta. Bulardan birinchisi musculus palataglossus. Siz tarjimasini yaxshi bilasiz. Aynan glossus degani til degani. Palatinum bu tanglay, ya'ni til va tanglay mushagi.
Buni hozir ko'rib ketamiz. Undan keyingisi musculus palatopharyngeus, ya'ni halqum til mushagi. Musculus uvule, ya'ni tilcha mushagi. Musculus levator veli palatini. Mana bu yerda velum palatini degan tangla chodira orqasida bor-ku, tangla chodira. Xuddi shuni, demak, levator degani ko'taruvchi. Levator, ekskavator deymiz, xuddi shunaqangi ko'taruvchi degan ma'noni bildiradi. Va nihoyat musculus tensor veli palatini bu yoqda chodira degani, tensor tanglashtiruvchi, ya'ni tanglay chodirini taranglashtiruvchi mushak degan ma'noni bildiradi. Endi ularga har biriga to'xtalib ketamiz. Birinchi mushagimiz musculus palatoglossus, ya'ni til halqum mushagi. U qayerda? Mana bu mushagimiz xuddi mana shu biz aytgan mushak. Bu o'rinda aytib o'taman, bilib oling, tanglayimiz o'rtasida mana bu yerda tanglay aponevroza joylashgan bo'ladi. Aponevroz ya'ni bu paylar to'plami siz yaxshiroq bo'ladi. Paylardan iborat bo'lgan qattiq tuzilma. Mana shu narsa aponevroz. Demak, mana shu yerda aponevroz joylashgan bo'ladi. Hamma mushaklar mana shu yerga kelib birikadi. Chunki tayanch vazifasini mana shu yer bajarib beradi. Tushuntira oldim? Endi birinchi mushagimiz musculus palatoglossus boshlanishi tilimizning yon tomonidan boshlanadi. Yon pastki tomondan boshlanadi va borib turib, mana shu tanglayda aponevrozga keladi. Mana bunday kelib turib, o'zaro birikadi. Demak, boshlanish sohasi tilning ildizining lateral qismidan boshlanadi. Birikishi yumshoq tanglayimiz aynan aponevrozga borib birikadi. Vazifasi nima? Vazifasi, esingizda bo'lsa, muskullarda o'tgan paytimizda aytgandik, muskul qisqargan paytda qayerdan boshlangan bo'lsa va qayerga birikkan bo'lsa, bir-biriga yaqinlashtiradi. Demak, bitta mushagimiz mana bu barmog'imdan boshlandi, mana bu barmog'i birikkan bo'lsa, bular qisqargan paytda o'zaro masofasi yaqinlashadi. Bu yoqda ham mana bu muskul qisqaradigan bo'lsa, mana bu qismni bu qismga yaqinlashtiradi. Ya'ni ikki tomondan mana bunday qisqaradigan bo'lsa, tomoq teshigi kichrayadi. Ya'ni tanglay chodirini pastga tortish vazifasini bajarib berib, tomoq teshigini kichraytirib beradi, do'stlar. Tushuntira oldim? Keyingi mushagimiz musculus palatopharyngeus, ya'ni halqum tanglay mushagi. Bu mushak mana orqada joylashgan mana bu mushak. Bu mushak demak halqumdan boshlanadi. Boshlanish sohasi aynan halqumning orqa devoriga to'g'ri keladi. Birikishi yana o'sha narsa. Mana yerda aponevroz bor edi, mana shu aponevroz kelib turib birikadi. Bu ham qisqargan paytda tanglay chodirini pastga tushirish orqali tomoq teshigini mana bu teshikni kichraytirish vazifasini bajarib beradi. Tushuntira oldim? Keyingi mushagimiz musculus uvuli, ya'ni tilcha mushagi. Tilcha mushagi bu juft mushaklar, kichkina mushaklar qatoriga kiradi. Boshlanish sohasi, birikish sohasi deyarli bir xilda. Ya'ni mana ko'rib turganimiz haligida aytib o'tganim aponevroz, mana aponevroz. Aponevrozdan boshlanadi. Mana sizga yaxshiroq ko'rinyaptimi yo'qmi? Kattaroq qilib ko'ring. Demak, aponevrozdan boshlanyapti. Aponevrozdan boshlanib tursa ekan, mana tilchani 3 ga kelgandan keyin o'zaro birlashib yana qaytib ketadi. Bu ikkinchi mushagi. Tushuntirdingmi? Demak, aponevrozdan boshlanib tilchaning 3 qismida o'zaro ikkita mushak birlashadi. Bu mushak qisqargan paytda tilchani ko'tarish vazifasini bajarib beradi. Tushuntirdingmi? Tilchani ko'tarish vazifasini bajarib beradi. Keyingi mushaklarimiz musculus levator veli palatini, ya'ni tanglay chodirini ko'taruvchi mushak. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, mana mushak. Boshlanish sohasi qayerda? Boshlanish sohasi chakka suyagimizning toshsimon qismidan va eshikning tog'ay qismidan boshlanadi. Mana shu yerda chakka suyagimiz, umumiy holatda chakka suyagimizdan boshlanadi va birikishi yana o'sha narsa. Mana yerda esingizda bo'lsa, aponevroz ko'rsatdi, mana shu aponevrozga kelib birikadi. Tushuntira oldim? Endi vazifasi o'z-o'zidan tanglay chodirini ko'tarish. Qarang. Mana bu yerda yaxshiroq ko'rinadi mana. Mana bunisi o'sha tanglay chodirini ko'taruvchi mushak. O'z-o'zidan tanglay chodirini ko'taradi. Buni hisobiga tomoq teshigi kattalashadi. Tushuntira oldim? Tomoq teshigi kattalash vazifasini bajaradi. Keyingisi mana shu yerda tushuntirib ketib qo'ya qolaman. Musculus tensor veli palatini, ya'ni tanglay chodirini taranglashtiruvchi. Ko'rib turgan bo'lsangiz mana. Mana bunday yon tomonga, dastlab yon tomonga yo'naladi va teva tomonga chiqadi. Bu mushak qisqargan paytda tanglay chodirimiz mana bunday qilib yon tomonga taranglashadi, do'stlar. O'shaning uchun ham taranglashtiruvchi mushak nomlangan. Endi buni ko'radigan bo'lsak mana. Tushuntira oldim? Demak, boshlanish sohasi eshitmayning tog'ay qismidan boshlanadi. Yana o'sha narsa aponevrozga kelib birikadi, tanglay chodirini taranglashtirish vazifasini bajarib beradi, do'stlar. Va nihoyat tanglayga oid bo'lgan umumiy ma'lumotlar shu. Endi glandula oris, ya'ni og'iz bo'shlig'imizdagi bezlar. Og'iz bo'shlig'idagi bezlar. Og'iz bo'shlig'idagi bezlar hajmiga ko'ra, ya'ni kattaligiga ko'ra ikkita katta guruhga bo'linadi. Katta so'lak bezlari va kichik so'lak bezlari. Bu nisbiy, do'stlar, aynan nisbiy. Endi katta so'lak bezlariga quloq oldi bezlar. Siz bemalol ko'rishingiz mumkin mana. Glandula parotidea deymiz. Siz mana shu bezni faoliyatini juda ko'p ko'rgansiz. Aynan yoshlarda uchrovchi tepki degan kasallik bor. Xalq tilida tepki deyiladi, parotid.
Mana shu kasallik shu bezimizni yalang'och hisobiga kechadi. Endi keyingi bezimiz jag' osti bezi. Glandula submandibularis. Submandibularis. Til ostimiz glandula sublingualis nomlanadi. Demak, til osti, mana bu yerda jag' osti. Bular yirik, hajm jihatdan bemalol deylik, ushasiz bo'ladigan katta bezlar hisoblanadi. Endi kichik so'lak bezlarga nimalari? Mayda-mayda. Hozirgina ko'rdik, deylik, glandula palatina, ya'ni palatina suyagida tanglayda joylashgan bezlar. Undan keyin lablarimizda ham bezlar bor, do'stlar, bilib oling. Lablarda ham bezlar bo'ladi. Undan keyin lunjlarda joylashgan bezlar va tilda mayda-mayda bezlar joylashgan bo'ladi. Mana shular ham deylik, umumiy og'iz bo'shlig'imizdagi bezlar hisoblanadi. Endi ajratadigan sekretsiya mahsulotiga ko'ra yana 3 ga bo'linadi. Ya'ni seroz ajratuvchi, shilliq ajratuvchi va ikkalasini birgalikda, ya'ni aralash ajratuvchi bezlar joylashgan. Endi farqi nimada? Seroz ajratuvchi bezlarimiz asosan ovqat tarkibini parchalashga xizmat qiladi. Deylik, qarang. Masalan, og'iz bo'shlig'imizda non yedingiz. Non chaynayapsiz, boshqa bo'lyapti. Nonni dastlab ta'mi sezilmaydi, undan keyin sezilish boshlaydi. Ya'ni non tarkibidagi kraxmal parchalanib, shakar aylanadi, ya'ni glukoza aylanadi va uni siz ta'mini sezishni boshlaysiz. Kraxmal ta'mi bo'lmaydi, glukozani ta'mi bor. Xuddi shunaqa seroz suyuqlik tarkibida parchalovchi fermentlar bor. O'shuning uchun bo'ladi bu seroz, ya'ni oqsillar. Bilasiz, siz fermentlar oqsil tabiatligini bilasiz. Oqsillardan iborat bo'ladi va ular parchalash funksiyasini bajaradi. Tushuntirib oldimmi? Do'stlar, shu o'rinda aytib o'taman, qarang. Og'iz bo'shlig'imizda hamma moddalar parchalanmaydi, ma'lum birlar parchalanadi xolos. Masalan, uglevod parchalanadi. Uglevod parchalanadi, lekin oqsil bilan yog' parchalanmaydi. Oqsil bilan yog'. Buni oddiy misolni ko'rsatib beraman. Deylik, misol uchun, bir xil kattalikdagi bitta qand olamiz, ya'ni glukoza yoki shirinlik. Ikkinchi tomonda xuddi shu kattalikdagi no'xat olamiz. No'xat bu oqsil, ya'ni belok. Endi ikkalasini birdaniga og'zimizga solamiz. Og'zimizga solib qo'yadigan bo'lsak, ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin og'zimizdagi shirinlik, ya'ni qandimiz erib ketgan bo'ladi, lekin no'xat haligacha turgan bo'ladi. Nima uchun? Chunki no'xat parchalanmaydi. Og'iz bo'shlig'imizda mana shu no'xat parchalovchi, ya'ni oqsillar parchalovchi ferment yo'q. Shuning hisobiga ular parchalanmay qolaveradi, lekin mana bu qand, ya'ni glukozamiz parchalanib ketgan bo'ladi. Tushuntirib oldimmi? Shundan ham demak bilib olsak bo'ladi. Endi shilliq ajratuvchi bezlar, bular asosan ovqatni namlab berish vazifasini bajaradi. Bular parchalash funksiyasini bajargan bo'lsa, bular namlab berish vazifasini bajaradi. Nima uchun? Chunki hazm qilish bezlarimizga ketayotgan luqma, ya'ni oziq luqmasi namlangan holatda o'tishi kerak. Bo'lmasa shilib o'tadi. Shuni hisoblagan, demak, shilliq ajratuvchi bezlar alohida tanglay, tillar joylashgan bezlarimiz aynan shilliq ajratadi. Shuningdek, aralash bor, ya'ni ham unisini, ham bunisini ishlab chiqaradi. Ularni keyinroq alohida to'xtalib ketamiz. Qani ketdik, do'stlar. Endi glandula parotidiya, ya'ni quloq oldi bezi, mana. Quloq oldi bezi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, mana kattagina yirik ko'rinishda va bilib oling, bu bezimiz juft ikki tomonda bo'ladi. Endi og'irligi jihatdan 20-30 gramm, ya'ni og'iz bo'shlig'imizdagi eng yirik bez murakkab alveolar bez hisoblanadi va bu qayerda joylashgan? Ya'ni chakka sohamizda, chakka deyapman. Yuqori jag', pastki jag' sohamizda, aynan pastki jag' sohamizda fossa retromandibularis degan joyimiz joylashgan. Mana shunda joylashgan. Aynan shu sohada joylashgan bo'ladi. Endi bilib oling, hamma tashqi sekretsiya bezlarda yo'li bo'ladi. Biz buni duktus deymiz. Shu yo'li bo'ladi. Mana shu bez ajratib chiqargan suyuqlik ma'lum bir yo'llar orqali ma'lum bir joyga quyiladi. Deylik, buni yo'li, ya'ni ductus parotideus yoki ikkinchi nomi stenon nayi. Boradida sekin-astalik mana chaynov muskulimiz bor, musculus masseteriki, shuni aylanib o'tib turib, mayda lunjlarimiz bor. Lunjni teshib o'tadi-da, lunj mushagidan musculus buccinator teshib o'tadi-da, mana yuqori jag'imizdagi, aynan yuqori jag'larga borib turib, mayda katta og'izchilarimiz bor, shuni ikkinchisini asosiga borib turib ochiladi. Tushuntirib oldim? Aynan shu sohaga borib ochiladi. Endi keyingi mushagimiz, to'g'rog'i bezimiz glandula submandibularis, ya'ni jag' osti bezi. Mana ko'rib turganmisiz, jag'imiz haqiqatan osti joylashgan. Joylashgan sohasi esa bo'lsa, pastki jag'da o'tgan paytimizda fossa submandibularis degan joyimiz borda, aynan shu yerda joylashgan bo'ladi. Juft, o'zizdan juft. Aytib o'tganimizdek, buni ham nayi bor, aynan ductus submandibularis degan, mana ko'rib turganmisiz, nayi bor. Bu ham borib turib sekin-astalik bilan keladi. Tilimizni boshlangan sohasini pastki sohasida carincula sublingualis degan qism bor.
shunaqangi qism bor, shutga borib turib ochiladi. Tushundira oldim? Bu narsani ko'pincha tilingizni bexosdan ochgan paytingizda so'lak ajralib ketadi. Mana shu so'lak shu yo'limizda so'lagi hisoblanadi do'stlar. Esdan chiqmasin. Kelishdik? Mana Karinkula mana. Biroz xiraroq tasvir, lekin bu yerga ko'rsa bo'ladi. Aynan mana shu narsa Karinkula sublingualis deyiladi bu yoqqa. Ham jag'osi ham til osti so'lak bezimizni yo'li ochiladi. Keyingi so'lak bezimiz glandula sublingualis, ya'ni til osti so'lak bezi. Bu bez og'iz bo'shlig'imizdagi katta bezlar bor-ku, shuni eng kichkinasi, og'irligi jihatdan 5 gram, bu ham murakkab alveolar bez hisoblanadi va buni ikkita yo'li bor. Ductus sublingualis minor va major bor. Majori hozirgi aytib o'tganimiz mana bu Karinkula sublingualisga yo'li kelib ochiladi. Karinkula sublingualisga mana bunday kelib turib yo'li ochiladi. Minorlar esa tilimizni yon tomonda mana, yon tomonda xuddi shunaqangi faqat kichikroq tuzilmalar til osti burmalariga borib ochiladi. Mana bu yerda til osti burmalari joylashgan bo'ladi, shu burmalarga ochiladi. Tushuntirdim? Va nihoyat bezlar ham tugadi. Biz mayda bezlarga to'xtalib ketmaymiz do'stlar, chunki ular unaqangi ahamiyatga ega emas. Ulardan so'lak ajralishini bilsangiz bo'ldi hozirchalikka. Keyinroq yana to'xtalib ketamiz, keyinroq. Endi tishlar bugun asosiy katta tuzilmamiz tishlar. Tishlar asosan 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi tish toji, ya'ni corona dents. Buni siz mana qo'polni aytaman, bizga ko'rinib turgan qism, tishimizga ko'rinib turgan qismi bu corona qismi. Tushuntirib oldimmi? Og'izni ochish tishingiz ko'rinyapti, mana shu uni coronasi. Yoki mana shu qismi uni coronasi, mana. Milkdan chiqib turgan joyi uni coronasi. Kelishiga. Keyingisi tish bo'yin qismi, ya'ni cervix dens. Uni milkka bog'lab turuvchi qismi mana shuncha joyi. Mana do'stlar, mana shuncha joyi milkka bog'lab turadigan qismi bo'yin qismi deyiladi. Va nihoyat ildiz qismi, tish ildizi radix dens. Umumiy qo'polni aytaman, jag'imizni suyaklariga, yuqori pastki jag'larimiz bor-ku, suyaklariga kirib turadigan qismi uni ildizi hisoblanadi. Tushuntirib oldim? Radix dens shu bo'ladi. Endi tishning qoplamalari. Tishning asosan 3 ta qoplamasi bor, bilib oling. Birinchisi, qarang. Tishning asosiy qismini mana bu turgan mana bu narsa, bu uni dentin qavatdan iborat. Mana dentin qismdan iborat bo'ladi. Dentin qism tishimizni korona qismida emal bilan qoplangan bo'ladi. Shuning uchun ham demak emal qoplam deyiladi. Bu emal qoplam faqatgina korona qismida bo'ladi xolos. Endi tishimizni ildiz qismida esa mana shu dentinning usti qoplamini sement qoplab turadi. Tushuntirib oldim? O'shaning uchun bu tuzilmani biz sementum deymiz. Bu ildiz qismida bo'ladi xolos, korona qismida bo'lmaydi. Tushuntirib oldimmi? Demak, tishimiz asosiy qismi bu dentindan iborat. Dentin korona qismida emal bilan qoplangan, ildiz qismida esa sement bilan qoplangan bo'ladi, do'stlar. Keyingisi ichki tuzilmasi. Bilib oling, tishimizni ichki qismi bo'shliqdan iborat, ya'ni bu joy cavitas dens deyiladi. Cavitas dens deyiladi. Cavitas dens mana bo'shliq qismi kanal orqali, canalis dens orqali mana, canalis dens orqali tishimizning ildizida mana bu yerda teshik joylashgan. Foramina apis dens joylashgan bo'ladi. Apex yana 3 qism degan ma'no bildiradi. Esda bo'lsa, mana shu 3 qismda teshik joylashgan bo'ladi. Endi bular nimaga xizmat qiladi desangiz, qarang. Jag'imiz orqali qon tomirlar va nerv tollari kelgan bo'ladi. Shu teshik orqali mana shu qon tomir nerv tollari kiradi, o'z-o'zidan tishimizni ichki tuzilmani oziqlantiradi va bu yoqdan chiqib ketadi. Tushuntirib oldimmi? Mana shu hamma tuzilma, ya'ni bo'shliq qismi, qon tomir hammasi birga aytib, tishning pulpa qismi deyiladi. Tushuntirib oldim? Mana shu yerimiz tishning pulpasi deyiladi. Mabodo yalinish tishimizda qanday yalinish prosessi bo'lib mana shu yergacha yetib keladigan bo'lsa, pulpit degan kasallik mana shu hisobga yuzaga keladi. Tushuntirib oldimmi? Endi tishimizning yuzalari. Tishimizning yuzalarini gapirmoqchi bo'lsak, siz bilamiz, og'iz bo'shlig'imizning asosiy tuzilmalaridan bittasi til. Demak, tishimizning ichki tomonda mana bu yerda katta til joylashgan. O'shaning uchun tishimizning mana bu yuzalarini biz hammasiga behijolat aytsak bo'laveradi. Tishlarning til yuzasi, fasciis lingualis deb aytsak bo'ladi. Hammasi shunaqa. Ichkari tomondan bemalol aytaverasiz. Endi tashqari tomondan aytishda biroz ehtiyot bo'lasiz. Nima uchun? Chunki og'iz bo'shlig'imiz butunlay labdan iborat emas. Masalan, labimiz mana shu yerga chiqqan xolos. Undan keyin bu yoqqacha bo'lgan sohamiz aynan lunch sohasi deyiladi. O'shaning uchun ham qarang, labimiz mana bu yergacha labimiz joylashgan bizda. Mana shu yerga joylashgan. Ya'ni
kurakchilarimiz, mayda ikkita kurakchimiz bor va qozoqchilarimizning tashqari yuzasi lab yuzasi deyiladi. Facies labialis deyiladi. Tushundira oldim? Facies labialis deyiladi. Mana facies labialis. Bu asosan kurak va qozoqchilarda bo'ladi. Undan keyin qozoqchilardan mana bu yoqda ikkita kichik oziq tish, bundan keyin 3 ta katta oziqchilarimiz, bu tomonda lunchlarimiz joylashgan bo'ladi. O'shaning uchun ular tashqi yuzasini facies buccalis deymiz. Kelishdimi do'stlar? Facies buccalis to'g'rasi. Lunchga qaragan yuzasi. Endi sizga yana ham osonroq qilish uchun aytib o'taman. Bu ikkala yuzda bilib oling. Ikkala yuzasi ham tishimiz, og'iz bo'shlig'imiz dahliz qismiga qaragani uchun ham bu yerda hammasiga nisbatan facies vestibularis ham bo'laveradi. Hech qanaqa bir muammo joyi bo'lmaydi. Kelsak, demak facies vestibularis bo'laveradi. Endi lingualis bildik, vestibularis labialis buccalis bildik, contactus. Qayer? Tishimizni mana bu bir-biriga tegib turgan joyi, ya'ni kontakt deymiz-ku. Mana shu yuzlarni biz facies contactus deymiz. Kelsak, endi tishimizda aynan katta va kichik oziqchilarimizda bor. Mana bizni chayon yuzalarimiz, chaynaymiz-ku, oziq chaynaymiz-ku. Mana shu yuzlarni biz facies occlusalis deymiz. Yuzalar bilib oldik-a? Deylik kurakchimizga nisbatan. Bu yoqda labimiz joylashgan, tasavvur qiling, bu yoqda lablar joylashgan. Mana lablar joylashgan. Demak, mana bu yuzlarni facies labialis yoki facies vestibularis bo'laveradi. Endi orqa tomonda mana bu yerda siz bilasiz til joylashgan. Facies lingualis. Hamma tishlarning ichki yuzasida facies lingualis doğring, tashqari yuzasida xolasiz facies vestibularis, hammasiga nisbatan facies vestibularis, hammasiga nisbatan. Lekin kurak va qozoqchilarga nisbatan aynan aytmoqchi bo'lsangiz facies labialis deysiz. Endi yon tomonlarda ikkita tishimizda, demak yon tomonda facies contactus bo'ladi. Bunisi oziqchilarimiz. Bu tomoni facies, demak bu ichkari tomon ekan. Ichkari tomonga nisbatan facies lingualis deyapti. Undan keyin bu tomoni facies buccalis deysiz yoki facies vestibularis deysiz. Yon tomonlari facies contactus. Teva tomon chayna yuzasi bo'lgani uchun facies occlusalis deysiz. Tushundira oldim? Endi tishlarning klassifikatsiyasi. Tishlar klassifikatsiyasida bir nechta kategoriya bo'yicha klassifikatsiya qilamiz. Birinchisi, tishlarning chiqish vaqti va mavjudligiga ko'ra. Siz juda ham yaxshi bilasiz, yoshlikdan sut tishlari bor va doimiy tishlar bor. Demak, sut tishlarini dentist decidi deymiz. Bular vaqtinchalik 5-7 oydan boshlab chiqa boshlaydi va 2-2,5 yoshga yetganda bolani 20 taga yetadi. Bu tishlar 5-7 yoshgacha mavjud bo'ladi va sekin astalik bilan doimiy tishlarni almashadi. Doimiy tishlarimiz dentis permanentis deyiladi va ular odatda 32 ta bo'ladi. Nimaga odatda deyapman? Chunki esda bo'lsa oxirgi biza katta oziq tishlarimiz, aql tishlari biroz kechroq chiqadi. Endi vazifa jihatdan asosan 4 ta qismga bo'linadi. Birinchisi dentis incisivi, kurak tishlar. Qarang. Hozir bu yoqdan ko'rsataman, qarang. Oldin bo'lib olaylik. Yuqori va pastki jihatni bunday qilib bo'ldik. Yuqori pastki jihat bo'lib oldik. Ikkalasi ham bir xilda tishlar, nomi bo'yicha bir xilda tishlar. Undan keyin o'ng va chap qismlarni ham bo'lamiz. Mana bunday qilib o'ng va chap qismlarni bo'ldik. Bu yoqdan ko'rsatyapman, yuqori pastki jihat bo'lib oldik. Mana bunday qilib o'ng va chap qismlarga bo'ldik. Bo'lganda dastlabki ikkitasi bizni kesuvchi, ya'ni kurak tishlarimiz bo'ladi. Dentis incisivi deyiladi. Tushuntirdingizmi? Dentis incisivi. Aniqroq aytsangiz, bunisi central, bunisi lateral bo'ladi. Central, lateral. Bu unchalik ahamiyatga emas. Buni stomatologlar juda ham yaxshi biladi. Demak, dentis incisivi bular kurak tishlar. Ikkita bo'ladi. Formasini yozyapman, ikkita bo'ladi. Mana bunday qilib bo'lib oldik. Ikkita bo'ldi. Ikkita. Keyingi tishlarimiz qoziq tishlarimiz mana bittadan bo'ladi. Bu yoqdan ko'rsam, demak, mana dentis incisivi, buni central, buni lateral. Undan keyin mana shu qoziq tishlarimiz. Hali biz xalq tilida bo'ri tish deymiz, xuddi shunaqangi qoziq tishlarimiz dentis canini. Bular bittadan bo'ladi. Demak, har bir tomonda bittadan bo'ladi. Kelishiga. Undan keyin dentis premoliaris. Pre degani gacha degani, moliar oziq, ya'ni katta oziq tishlargacha bo'lgan tishlar, kichik oziq tishlar. Bular asosan mana premoliar tishlarimiz 2 dona bo'ladi. Tushundingizmi? 2 dona bo'ladi. Demak, mana bunday qilib yozib qo'yaman. 2 donadan bo'ladi. Bu yoqda mana bunisimi? Demak, premoliar tishlarimiz. Va nihoyat eng katta tishlarimiz dentis moliaris, ya'ni katta oziq tishlar. Bular mana. Mana shular katta oziq tishlar. Bular demak 3 tadan bo'ladi. 3 tadan bo'ladi. Endi e'tibor berayotgan bo'lsangiz, 2 1 2 3 umumiy 8 ta bo'ldi. Bu yoqda 8 ta, bu yoqda ham 8 ta, bu yoqda ham 8 ta, bu yoqda ham 8 ta. Umumiy tishlar soni 32 ta tenglashdi. Endi katta oziq tishlarimizda mana oxirgisi
18-25 yoshdan keyin chiqadi va ularda biz aql tishlar dentist retinus deymiz. Tushuntirdimmi? Biroz kechroq chiqib keladi. Kelishdi do'stlar. Endi tishlarda ildizlar soniga ko'ra 1 ildizli tishlar bor, 2 ildizli tishlar bor va 3 ildizli tishlar bor. 1 ildizli tishlar asosan qarang. Mana bunday bo'lavergan bo'lsak, mana kurashlarimizni esda bo'lsa, insiziv tishlarimiz, undan keyin kaniniy tishlar, mana bunisi premoliar, bunisi moliar edi. Esdami? Endi kurashlarimiz, qoziqchilarimiz va kichik oziqchilarimiz hammasi mana shu hammasi 1 ildizli bo'ladi. Faqat premoliar tishlarimiz ba'zi paytda mana birinchisi xuddi 2 ildizliga o'xshab qoladi. Lekin asosan tuzilishi bo'yicha 1 ildizli hisoblanadi. Tushuntira oldim? Endi 2 ildizli tishlarimiz katta oziqchilarimiz pastki jag'imizdagi, faqat pastki jag'imizdagi katta oziqchilarimiz 2 ildizli bo'ladi. Yuqori jag'imizdagi katta oziqchilarimiz esa 3 ildizli bo'ladi do'stlar. Kelishdik? Endi tishlar tojidagi do'nglar soniga ko'ra yana turlari bor. 1 do'ngli, 2 do'ngli va 3 yoki ko'p do'ngli tishlarga bo'linadi. 1 do'nglilar asosan mana do'ngi ko'rib turgan bo'lsangiz. Ha? Asosan kurak tishlarimiz, esda bo'lsa, mana kurak insiziv, bunisi kaniniy. Kurak tishlarimiz va qoziqchilarimiz 1 do'ngli bo'ladi. Endi kichik oziqchilarimiz mana ko'rib turgan bo'lsangiz, mana ikkita do'ng turibdi. 2 do'ngli bo'ladi. Katta oziqchilarimiz esa bitta do'ng, ikkita do'ng, 3 ta do'ng, 4 ta do'ng. Biroz chizmay qoldi. 4 ta do'nglardan, ya'ni 3 tadan oshiq do'nglardan iborat bo'ladi. Buni stomatologlar juda ham yaxshi biladi. Demak, tish formasi. Mana bu formani biz ko'rib oldik. Ya'ni tishimiz bo'lganimizda, yuqori pastki jag'imizga bo'lganimizda ikkita kurak tish, ha? Bitta qoziq tish, undan keyin ikkita kichik oziq tish va 3 ta katta oziqchilardan iboratligini ko'rdik. Mana bu formani ko'rib oldik. Endi tishlarni doimiy tishlardan farqi nimada? Qaysi tish bo'lmaydi desa, ikkita kurak tish bo'laveradi. Mayda insiziv tishlarimiz bo'laveradi. Hech qanaqa muammosi yo'q. Undan keyin bitta qoziq tishimiz bo'laveradi, dentist kaniniy bo'laveradi. Faqat ularda premoliar tishlarimiz yo'q. Kichik oziq tishlarimiz bo'lmaydi. Undan keyin ikkita moliar tishlarimiz, katta oziq tishlarimiz bo'ladi. Tushuntira oldim? Shunisi bilan umumiy soni jami 20 taga yetadi. Endi do'stlar, qarang shu yerda bitta zo'r narsani o'rgataman. Stomatologlar buni juda ham yaxshi biladi. Tishlarimizda mana bu sistemani ko'pincha ko'rasiz. 10, 20, 30, 40 sistema bor. 50, 60, 70, 80 sistema bu. Bu nima bu? Yuqori jag'imizda bo'ldik. Yuqori jag'imizda o'ng tomonni 10 deb olasiz. Chap tomon 20 deb olasiz. Shularni 10, 20, 30, 40. Bu nima degani? Demak, mana bo'ldik. Mana o'ng tomonimiz, o'ng yuqori jag'imiz. Demak, o'ng yuqori jag'. O'ng yuqori jag'imiz, demak, 10 sistema. Undan keyin chap yuqori jag'imiz 20 sistema. Soat strelkasi bo'yicha kelyapmiz, mana bunday kelyapmiz. Pastki jag'imizni chap tomoni 30 sistema, o'ng tomoni 40 sistema. Bu nima degani? Yuqori jag'imizda o'ng tomonda 11 dan boshlab turib 18 gacha bo'lgan tishlarimiz joylashgan bo'ladi. Yuqori jag'imiz chap tomonda 21 dan 28 gacha bo'lgan tishlar joylashgan bo'ladi. Endi mana pastki jag'imizda chap tomonda 30 dan boshlab, mana 31 dan boshlab 38 gacha bo'lgan tishlarimiz joylashgan bo'ladi. Chap o'ng tomonda esa 41 dan 48 gacha bo'lgan tishlar joylashgan bo'ladi. Bular nimaga? O'sa hozir biroz yaqtiramiz. Tak. Biroz qarang. Bular nimaga kerak bo'ladi? Bular tishimizni adashtirib yubormaslik uchun. Deylik, stomatolog ustozi aytadi, bor menga deylik 27-tishni olib kelgin desa, shogird adashmasdan tish olib keladi. Qaysi tishni olib keladi? Qarang, siz bilasiz 27-tish qayerda joylashgan? Aynan chap tomonimizda ketib qoldi. Mana bunday tish oladigan bo'lsak, chap tomonimiz 20 edi. 20 dan boshlanadi. Chap yuqori jag'imiz. Chap yuqori jag'dan sanaydi. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ha, demak 27-tishimiz bu katta oziqchilarimizni ikkinchi sekanda olib keladi. Tushuntirdim? Masalan, agar ustozi
katta og'iz ochishda ikkinchisini olib kelgansa savol tug'iladi. Qaysi jag'dagi? Yuqori jag'mi, pastki jag'mi? O'ngmi, chapmi? Tushuntira oldim? Endi 27 raqamni aytadigan bo'lsa, shogirdda hech qanaqa savol tug'ilmaydi. Aynan chap tomondagi yuqori jag'da ikkinchisini olib kelish kerak ekan degan tushuncha paydo bo'ladi va borib turib olib keladi. Tushuntira oldim? Xuddi shunaqangi sistema. Demak, 10, 20, 30, 40 sistemasi. Endi yosh bolalarda buni davomi, ya'ni 50, 60, 70, 80 sistema bo'ladi. Borib turib, deylik, bolalar stomatologiga borib turib, ustoz aytadi 63-tishni olib kelgansa, boradi 63-tish qayerda bo'lishi mumkin, 50, 60, 70, 80 sistema. Bu tomon o'ng tomon, bu tomon chap tomon. Aynan 63 raqami bu yoqda turibdi, chap tomon joylashgan, yuqori jag'imizda joylashgan. Demak, yuqori jag'imizni sanaydi. 61, 62, 63 deb sanab turib, demak, ha, mana bu tishimiz ekan, ya'ni dentist kaniniya ekan deb turib, chap tomondagi yuqori jag'da tish topib keladi. Tushuntirib oldim? Aynan bu stomatologlar uchun edi, do'stlar. Mana sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, yana xuddi shunaqangi sistema. Shunaqangi sistemani ko'p ko'rsangiz hayron bo'lmang, nima ekan deb o'ylamang, bemalol ko'rish mumkin. Endi bu yoqda tishlarimizni yoshlari bo'yicha qo'yganman, ya'ni qaysi yoshlarda qaysi tishlar chiqishini qo'yib qo'yganman. Bu o'ta muhim ahamiyatga ega emas, lekin bilib olganingiz muhimroq. Imkon darajasida videoni to'xtatib ko'rib olishni tavsiya beraman. Do'stlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan umumiy ma'lumotlarimiz shulardan iboratda. Agar ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. E'tiboringiz uchun rahmat kattagan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Do'stlar, bizda super yangilik. Ana endi siz anatomiyaga oid bo'lgan ma'lumotlarni to'liq olish imkoniyati tug'ildi. Buning uchun nima qilish kerak? Deylik, anatomiya bo'limlaridan birortasini tanladingiz. Masalan, siz uchun hozirda optimal bo'lgan bo'lim bu spanologiya. Siz uni tanladingiz. Shu zahoti sizga shu bo'limga oid bo'lgan video darsliklar, mavzu slayti, mavzu yuzasidan kurslar va albatta klinik holatlar tashlab beriladi. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun siz Telegramga o'tasiz va quyidagi profilga murojaat qilasiz. Shu profil orqali sizga yopiq guruhga link beriladi. Shu guruhga kirasiz va darslarni istalgan joyda, istalgan vaqtda o'zingiz uchun qulay tempda o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, biz bilan birga bo'ling va anatomiyani chuqurroq va osonroq o'rganing. Sog' bo'ling.